Geodeziya ishlari avtomobil yo'llar davlat kadastrining asosini tashkil etadi. Geodeziya ishlari yo'llarning joylashuvini, chegaralarini va uzunligini, fazoviy ma'lumotlarni yuqori aniqlikda aniqlashda, kadastr xaritalarini yaratish va yangilashda, shuningdek yo'l xo'jaligini samarali boshqarish uchun zarur bo'lgan geofazoviy ma'lumotlarni taqdim etadi. Geodeziya ishlarida yer maydonini o'lchash va loyihani joyiga ko'chirish uchun ishlatiladigan eng asosiy geodezik ish qurollari bular elektron taxometr va GPS qurilmalari hisoblanadi. Elektron taxometr gorizontal va vertikal burchaklarni, masofani millimetr aniqligida o'lchovchi optik elektron qurilma hisoblanib, geodezik qurilmalar ko'priklar, tunnellar va asfalt xatlarini juda yuqori aniqlikda o'rnatib beradi. Geodezik qurilma sun'iy yo'ldosh signali bo'lmagan joylarda ham bo'ladi. Bunda o'lchanayotgan ikkita nuqta o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri ko'rinish bo'lishi shart. GPS qurilmasi sun'iy yo'ldosh signallari yordamida, ya'ni RTK rejimida nuqtaning koordinata va balandligini santimetr aniqligida topib beruvchi qurilma hisoblanadi. Ular to'g'ridan-to'g'ri ko'rinish talab qilmaydi. Uzoq masofalarni juda tez o'lchab beradi. Lekin tunnellarda, qalin o'rmonlarda va ob-havo yomon bo'lgan hollarda sun'iy yo'ldosh bilan aloqa yo'qolib qoladi. Xulosa qilib aytganda, GPS qurilmasi katta maydonlarni tezkorlik bilan xaritaga tushirish uchun, taxometr qurilmasi esa qurilish jarayonida eng aniq ishlarni bajarish uchun ishlatiladi. Geodezik ma'lumotlarsiz avtomobil yo'llari davlat kadastrini to'liq va sifatli yuritishning imkoni yo'q.